Ay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkil için imkan fakat akil Vay ıkıl bilen pendur İgem yorayı abi Ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaykum hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga xoş gəldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Qırğızstanның Bishkek şəhərində yaşap turuyatqan Tursun Qurban akının hayatını sizlərə tanıştırıb etimiz. Diqqətinizlər ekranda bolsun. Benim dadam bolsa özü Qaşqa, Yenisada ot taqılaydigan Xurraxun degan adamның balası ekan. Ular dadam tug'ilgandan keyin dadam bilan Elizaga Bahovuddinlar tug'ilganda yana bir qiz tug'ildi ekan. Ularni bekvatqa vaqtda tuyuqsiz bir baba kasal paydo bo'lib, bovimiz o'lib ketdi ekan, mamamiz o'lib ketdi ekan. Shu yerda yaxshi odamlar maslahatlashib, joyni bir kambag'alga setib, meni hadam bilan ikkimizni Olmutga apırıp, meni bir sot başlığı orusga tapşırdı ekan. Hadamni yana birisiga bir Uyg'ur ayol odamlarga tapşırdı ekan. U yerda u meni yaxshi tarbiyalab, o'qitib, men ularning darajalariga otni qo'shib, otni yig'ilga bog'lab, ancha-muncha bolalar bilan bilingandan meni Uyg'ur o'qishiga chaslig'i beradi ekan. Keyin xalq hammasi bilan ko'chib kelgandan keyin G'o'ljiga ko'chib kelamiz. G'o'ljiga ko'chib kelib, G'o'ljida Osmonxonimning uyida o'tiramiz. Keyin Elizaga degan bog'imizning uyida o'tirib, axiri u yerda odam nihoyat ko'payib ketgandan keyin bizni bu Akbarjonning bog'isi Bahovuddin deganlar odam avitib Xonqay mazaga ko'chirib chiqib ketadi. Xonqay mazaga ko'chib ketgan vaqtimda men 6 yoshda ekanman. Hammasi piyoda bo'lib, bolalar, akalarim, cho'ng onalarning bolalari. Meni Haruga sep qo'ygan ekan. Sodir Harukashyanning Harusi bilan taqqa chiqib ketmaganda tog'da tosh g'ulab ketib, Haru o'rilib ketib, mening beshim yerilib, Maşa gözüm ama olup bakan, son gözüm. Beni şu Bahovuddin degan adamlar koy soyup, çarva, çavula yepip, ahire benimki gözümni ama bokan bısımı, beshim üçkü yerilgen bısımı salamat sakaygan. Keyin Xonqay mazada biz ösüp, o yerde Xonqay mazada çarvaçılık bilen terak kıldırıp balla bilen okup nemi kıldık. Xonqay mazabıza küçükene çekara meydanı buğan bısımı ama cemaatna ümidi. Avdar Halpan degen şu adam var idi. Gıyasni İmam degen var idi. Abdurmacim degenler var idi. Bana şu yerlerde Kangtaş'a oynayıp külüp çarva köpüyüp şu mektepte okup, Obul Feyzi degenlerde okuduk. Aysa degende okup, şunla hat savadımız çıktı. Onu da keyin şu yerda yaşavatqa vaqtimizda tuyuqsizdan chegaradan saqlaydigan Go'darin degan bor edi. O Go'darinni 20 askar bilan şu yerda saqlab turardi. Chegaraning maydoni o'zi 2-3 kilometrdi. U yoq o'tsa Qoljatga borardi. Bir kunlari bir odam alaydan bir Kerzavay o'tkilan bir ko'ydan olib kelib, dadamga mana bir oz to'la un bersiniz, bizning
vatan urushi boshlanib ketib, hozir yemek içmekten bek qiynaldik degandeken, ma'qul, erta sen ketaver, atdiganligiga bir yerni o'kib tugun. Men asta balamni qo'y haydigan bo'lib, eshakka 3 fut unni otib, mang'iziman degandekin ma'qul deb ketadi. Shundan unni otib, ustiga minib ketmagan vaqtida kimdir birsi aytib qo'yib, Go'darimni askarlari akamni Ömer degan akamni tutib oladi. Tutib olib, andaki dadamni akilib, sen başında chegarani buzding degan odat gunoh bilan ikki qo'lni barmoqdan esib, dimbisini shong bilan ko'ydirdi. Ko'ydirgandan keyin nihoyat ko'p azob bilan yig'ilgandan keyin Eminjon Akbarjonninki bovisi Eminjon shong o'tdi. Vaqtda Eminjon apandi ilg'orlarning birisi. O kirib benim tağam bu. Bilmay qilib qo'yibdi bu ishni. Kechiring. Biz shu to'g'riliq o'zimiz sizga pora to'laydi degan azob bilan qutuldirib oldi. Ondan keyin Ansardin degan 55ning iti yo'qolib ketib, bir qozoqni akilib, o qozoqni nima shunday jazolab, o qozoq o'lib ketdi. Mana shunday azoblar bilan Go'darimning azobini tatgan. Ondan keyin biz u yerda ilm o'rganib, mashrablarni o'ynab, har turli usul naqshlarni o'rganib, nima qilgandan keyin oxiri aprel inqilobi bo'ldi. Aprel inqilobi bo'lgandan keyin biz G'uljaga ko'chib ketaylik deb G'uljaga ko'chib kelamiz. G'uljaga ko'chib kelgandan keyin G'uljada odam nihoyat ko'payib ketib, yotadigan yer yo'q. Yaşaydığı yer yok, ama qiynalgan olsunmu? Lekin aplab-saplab, tuqqanlarni o'ylab yashab, bir yerdan joy oldik. Shu vaqtida men 18ga kirganda birinchi qidim domla Raziyov, sen endi muallimlik qilgin, unda qilma. Sening bir ko'zing ama bo'lgandan keyin sen muallim bo'lmasan voy deb meni Turpoyizga o'tdi. Turpoyiz Masim Shoyning uyida biz ikki o'g'il, ikki qiz bolalarni o'qitishga harakatlanamiz. Qarasak maktabga birmi bola kelmaydi. Hammasi dehqonchilikda ota-onaga yordam qilib, quduq nimaga ot minib puluqqa shuni yordam qilgan. Bir haftadan maktabni ichib biz bolalarni o'qitamiz. Andiki yangi yilga kanikul bo'lgandan keyin men endi menga oylik kerak. Anam bo'lsa G'uljada qoldi, dadam o'lib ketdi degandan keyin menga bir harvo bedi bilan Masim Shoyim andiki 2 taqa unni qashlab beradi. Ammo shuni olib berib sen xarajat qil, 5-10 kun turib yenib kelgin deydi. Ma'qul deb bedni olib setib unni nima qilamiz? Opam nihoyatda xushal bo'lib ketdi. Shundan keyin opam deydiki, "Mashhad ovqat qilsang bo'lmamdi, muallimlik qilsang bo'lmamdi." Men yaman zerikib ketdim, g'ariblanib ketdim degandan keyin Domla Raziyovga borgan vaqtda meni sen unda bo'lsa Mashhad muallimlik qil, u yoqqa boshqa muallimni avtimiz deb shuni almashtiradi. Birinchi qitim endi qayerda muallimlik qilmaz deganda Hüseyni maktab, yani Ümit maktab deymiz. Ümit maktab, Hüseyni maktab degan 3 darvozali ataqli maktab vardı. Shu yerda muallim bo'lamiz. U yerda Ziya Samadi, Qosimjon Qambiri, Kemir Niyaz, Halima xonim va boshqa nurg'un Nozim degan muallimlar, tatar muallimlar bilan qilamiz. Muallimlar qilib yurgandan keyin u yerda andiki ikkinchi meni Sharq maktabga o'tkazdi. Sharq maktabga maktab mudiri qilib, o'shaga o'tkazib, shu yerda nima qildik. Shu Sharq maktabda muallimlik qilayotgan vaqtida attiganda tuyoqsizlar o'q ovozi anglab ketdi. Qarasak, voy inqilob boshlanibdi, inqilob boshlanibdi dedi. Men darhol chiqib jamoat bilan qanday qilamiz desak, voy yuranglar 3 darvoz borimiz deb 3 darvoz kelsak, Ilhon To'ram inqilob to'g'rilab so'zlab o'tibdi. Endi bu inqilob qatnashsanglar, o'lsanglar shehid, qolsanglar g'oz bo'ladi. Bu bizning vatanni ozod qilish Xitoyga qarshi harakatimiz. Mana
sahradan bir qancha partizanlar tashkillanib, u yerdan bir qancha Xitoylarning askarlarini o'ldirib, bega kapdi. Mana Isqoqbek generalninki ayolini solab qo'yganiga qardonda uni ozod qilib kapdi. Ular so'qishadi. Sizlar mana bu ishdan qatnashib beringlar degandiki, ma'qul deb biz Soqchi idorasiga ilishga harakatlanib vaqtida Majarov degan general Majarov meni ko'rib kelib, u burun Soyuzdan o'tgan vaqtida istislarlik qiladi bozorda. Ham bizni Ruscha o'qitgandi, to'rishgan. Ay qurbonim, sening ko'zing ojiz. Sen bu yerda inqilobchilar qatnashamaysan. Uningda sen az palanchi maktabga borsang, shu yerda radiochilikqa bolalarni ilib otadi dedi. Ma'qul deb u maktabga borsam, u yerda radiochilikqa bizni oldi. 12 Uyg'ur, 12 Rus, bir qozoq yigit bilan biz Chimpanzida 6 oy radiochilik o'qidik. Sekretli radiochilik bilan Sovet hukumati o'qitib, nima qildi? Shu yerda Zulfiqarovlar bor edi, Manap Qodir bor edi, Ibdiminov Rahmat bor edi. Shunaqa qilib, u yerda yenib kelib, andiki men Vasa degan bilan Kona radyo stansiyasida ishladim. Kona radyo stansiyasida shu inqilobchilarning xabarlarini elib, ularga xabar taqib turaman. Yan qo'shnimiz qarsak bir kuni Qosimjon Qambir nima Ahmadjon apandim yo'liq qoldi. Tam orqaliq u bilan so'yishyapmiz. Men bo'lsam Soyuzdan keldim dedi. Hozircha radio nimada Gerstxanda ishlayapman dedi. Maynur Xaym bilan yashayapti. Kunda asta shularni faranglashib konuşib qoldik. Keyin radiosi ishlab, angaja Shexo taraflarga partizanlar mangandan keyin milliy armiya bo'lib qurilgandan keyin bizmi shu yerga billa shular bilan ishladik. 3 yil ishlagandan keyin taqdirlarim bilan men bo'shandim. Bo'shangandan keyin muallimlik qilamiz deb shu muallimlik qilib yurdik. Muallimlik qilish jarayonida Sharq maktabida ovad qilib, nima qildi? Sharq maktabida To'xtixorim degan, Bakiyov degan mashinchi, Abdurahmon Shangzong deganlar shular yordamlashatdi. Sharq maktabida ovad qilib, bolalarni o'qitib, o bolalarni 7-8 sinflarga yetkazdik. Mana shunday ishlarni qildik. Keyin Soyuzga chiqish kerak degandiki biz Soyuzga yezlab, Soyuzga chiqdik. Soyuzga chiqib Qirg'izistonning shu Besterevka degan yerga borgandiga, u yerda men ko'chib kelgandiga Jamoliddin Qosimov bilan shuning tashabbus bilan Azam Zaganing tashabbusi bilan Lebedevga o'rlashib qoldim. Lebedevga o'rlashib, o'sha yerda 6000 so'mga o'sha chechenlardan bir joyni elib, shu joyda yashab o'tamiz. Shu yerda ko'payib Halima hojim bilan ya'ni Akbarjonning bovusi Emirxon deganning qizi Halima hojimga nikohlanib 6 o'g'ilni dunyoga keltirdik. 6 o'g'illar cho'ng'ilib, oilalik bo'lib yashab o'tadi. Men bo'lsam bu yerga kelgandan keyin nima qilish kerak? Uyg'ur uyushmasi, Sharq Turkiston Uyg'ur uyushmasi qurilgandan keyin shunga a'zo bo'lib, gazet ishlarini taraqqilashga ko'chko'chlarda yo'ldoshlar bilan birga minib, ularni a'zo to'pladik. Ko'plagan a'zolarni to'plab, yangi xabarlarni angaji radio stansiyasi qurildi, xayrisa turdi. Radio stansiyasiga keyin men u yerga kunda xabarlarni turman va xabarni berib turdi. İttifaq gazeti chiqdi, Sharq Turkiston gazeti chiqdi. Ularga maqola yozib, shu maqola yozib, andiki kichkina yozish ishlariga kichkina taraqqi bo'lib qoldim. Shunaqa qilib Uyg'ur uyushma jarayonida xalqimizni shu vatanni ozod qilish yo'lida tashabbuskor bo'lib, shunga ishlab keldik. Ishlab kelish jarayonida xeyli nurg'un ishlarni qildik. Yaxshi ishlaganlar qayrib o'lib ketdi. Qolgan yoshlar yana tashabbuskor bo'lib yashab kelyapti. Mana men bo'lsam
Muşa Greci degan og'riq bilan 2 qator operatsiya qildi. Operatsiya qilib, yana 3-chi qilib yana chiqqandagi shuni azobini tatyapman. Azobini tatib, uyda pensioner bo'lib qoldim. Vallahi hammasi o'ylik makalli bo'lib, ayolim vafot bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Shundan keyin mening kech o'g'lim Farhatning qo'lida yashayapman. Farhatning hozir 2 qizi bo'yga yetib qoldi. Ayolim meni yaxshi qarab, yaxshi kirlarimni yuvib, tamoqdan etib, yaxshi qarayotdi. Shuning bilan majlislarga bo'lsa doim qatnashtiramiz. İttifaq gezdiga nurg'un maqolalar yozdim. Bütün ömrümde bo'lgan ishlarni hammani yezib qoldim. Ammo kitob qilib chiqaramadim. She'rlarni yozdim. Gazetga yozgan maqolalarim hammasi to'planib turdi. Akbarjonman ko'rib chiqdi. Mana shuning bilan hozir mashada yashab kelyapmiz. Qisqasi vatanni ozod qilamagan bo'lsakmi, biz vatanparvar bo'lib dünyada Özbekistan, Qozog'istonlar bilan beraber şu yoshlar birlikte daim Xitoyninki siyosatiga zarba beryapmiz. Xitoyning xato siyosatlariga zarba beryapmiz. Shuning bilan biz maqtanmasakmi, vatanni ozod qilishida qo'limizdan kelishi orqali yordam qildik. Mana shu mening ahvolim. Ammo men uzun so'zlayolmayman. Qolgan so'zlar bo'lsa hammasi qog'ozda bitida hozir to'plab turdi. 200 dak kitob bor menda, diniy kitob, fanniy kitob, qancha kitoblarni xalqqa berdim. Jurnal bor. Mana shular saqlanib turyapti. O'zim bo'lsam har kuni shu 5 vaqt namoz o'qib, jamoatga aralashib, aplab-saplab asla jinimni biqib ketparman. Xudoyim bo'lsa, bizni vatanni ozod qilib, vatanparvarlarning qatorida xizmat ko'rsatgan bo'lib hisoblanamiz. Endi mana bu yerda bo'lsa nurg'un odamlar, nurg'un yo'ldoshlar o'lib ketdi. Hozir Mashhad Baqam Umar, Abdursul mana shular qoldi. Men qoldim. O'zaro bir-birimiz bilan so'zlasakmi, qolgan yo'ldoshlar hammasi yoshlar, ular Uyg'ur tilini yaxshi bilmaydi. Hammasi rus so'zlashyapti. Mening maqsadim o'zi Uyg'ur tilini yo'qotmasak deyman. Uyg'ur tilini yo'qotmay ona tilimiz bilan so'zlasak yaxshi bo'ladi. Hozir urf-odatimiz o'zgargani yo'q. To'y-to'kon, o'lim jitimlarni chiroyli o'tkazyapmiz. Xudoga shukr, diniy e'tiqodim qiluvchilar jiq. Hammasi masjidlarda, 200 degan masjidda hozir yoshlar ibodat qilyapti. Ayollar o'smi o'zlari taraq qilib, o'zlari urf-odatlarni, to'y-to'konlarni va boshqa marosimlarni chiroyli o'tkazyapti. Xudoga shukr, bizning hech qanday nafratlanadigan, norozi bo'ladigan narsamiz yo'q. Qirg'izistonning boshqalari bizga g'amxo'rlik qilyapti. Tungallar bilan, o'zbeklar bilan, tatarlar bilan birga chiqishib, hammamiz bir oilada yashab kelyapmiz. Xudoga ming qatli shukr, mening hech qanday noroziligim yo'q. Mana shu 90 nechaga kirgan bo'lsammi, mening umidim yashil vatanni ozod qilsak, vatanparvarlar yashsa degan umiddaman. Mana shu. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi hayot shohidlar programmamiz mushada yakunlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.